Bugungi kunda keng tarqalgan onkologik kasalliklarni davosi bormi? Men doktor Ilham Unalman, radiatsion onkologiya mutaxassisiman. Turkiyadagi Güven shifoxonasida radiatsion onkologiya bo'limi mas'ul shifokori sifatida faoliyat yuritaman. Güven klinikasida radioterapiya yo'nalishida mavjud bo'lgan barcha zamonaviy davolash usullarini qo'llaymiz. Davolash jarayoni boshqa tibbiy bo'limlar bilan hamkorlikda multidisiplinar yondashuv asosida olib boriladi. Misol tariqasida bir bemorni aytib o'tmoqchiman. Ushbu bemorda o'pkadagi o'smadan kelib chiqqan holda miyada ko'p sonli metastazlar aniqlangan. Biz bu bemorga miyaning 44 ta alohida nuqtasidagi o'smalarga stereotaktik radioterapiya muolajasini qo'llayapmiz. SRC, SBRT, IMRT, VMIT kabi zamonaviy radioterapiya usullari Güven klinikasida TrueBeam STX qurilmasi yordamida yuqori aniqlik bilan amalga oshiriladi. Har bir bemor uchun konsiliumlar o'tkazilib, individual davolash rejasi belgilanadi. Chet elda davolanish bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.